Hammaga assalomu alaykum, hurmatli jononalar, qaranglar. Bizning onlayn darslarimiz har oyning 15-chislosida boshlanadi. Mana shu Telegram raqamim, meni shaxsiy raqamim va jononalar kanalim bor. O'zbekchada, kirilchada jononalar deb yozsanglar chiqadi. Biz har oy 15-chislosida boshlaymiz. Juda ham maroqli, go'zal, juda chiroyli tartibda dars o'tiladi. Bizning mashqlarimiz offline darslarimizdan primoy olib beriladi va har bittasi ketma-ketlikda zajigательный, zo'r tempda o'tiladi. Butun ayol kishini, butun telasi uchun, korreksiya bo'lishi uchun, zajigательный, sochli, jonli bo'lishi uchun har taraflama ishlaymiz. O'zimizning alohida chatimiz bo'ladi. Bir oy davomida men sizlar bilan individual podxod ko'rsatib ishlayman. Xohlagan temanglar bo'yicha men bilan gaplashib, bog'lanishingiz mumkin. Kanalimni o'zimdan boshqa hech kim yurmaydi. Bemalol o'zingizlar to'g'ringizdan ma'lumotni berib, men bilan ochiq oydin muloqot qila olasizlar. Intim gimnastika, oshqozon sakrashish mashqlar, po'palar, ko'kraklar, yuz uchun mashqlar va sochlarimiz, energiyamiz, quvvatimiz har bir narsa uchun, har bir detal uchun ishlaymiz va ayol kishi uchun sekretni eng zo'r ma'lumotlarni berib o'taman. Ularni ochmayman, ularni darsga kirganinglarda ko'rasizlar. Va yopiq darsimizda biz ochiq holatda bemalol sizlar uchun dars o'ta olamiz. Ochiq holatda, ko'ringan holatda har bir a'zoyingiz bilan sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Va sizlar o'zinglardagi barcha tushunmovchiliklarni xohlaganingizcha javobini ola olasizlar. Sizdagi har bitta holatga qarab, qancha muddatda sog'lom bo'lishingiz, u siz qanchalik darsga men tayyorman, men uddalay olaman desangiz, ulanasiz. Men shunchaki tomosha qilib o'tiraman desangiz, ulanasiz. Olma-tush, og'zingga tush degan narsa yo'q. Men harakat qilaman, men o'zgarishga tayyorman degan ayol qo'shilsa o'zgaradi. Любой qo'shilgan ayollarimda shu paytgacha effekt bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Chunki men batafsil ma'lumot beraman har bir yo'nalish bo'yicha. Kursimda arabcha raqs ham qo'shganmiz, intim gimnastika bor, muntazam gigiyenalar bilan o'rgatiladi va ovqatlanish tartibini muntazam har kuni tushuncha berib o'tiladi. Ozg'inlar uchun ham dars bor, semirlar uchun ham. Nima? Ular ozadi, dars semirishadi. Hozirgi qaroring seni ayni damda kim bo'lishingni belgilab beradi. To'g'ri, eng sog'lom to'g'ri yo'nalish bizda. Ular orasida.